Maqsadlaringiz baland, lekin erinchoq bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men Abror Mashrabov, rekruting bo'yicha IT kompaniyam bor, kompaniyalarga xodim topib berish bilan shug'ullanamiz. Hozirgi ishimda ko'p pul topishim oson. Shunchaki ko'p ishlasam bo'ldi. Unchalik qiyin ham emas. Lekin erinchoqlik qilyapman. Nima qilib erinchoqligimni yengsam bo'ladi? Odatda erinchoqlik birlamchi yoki ikkilamchi ehtiyojlarini qondirgandan keyin kelishni boshlaydi. Ya'ni 2-3 ming dollar topish boshladi, 99.9% odam erinchoq bo'lib qoladi va bu tabiiy narsa va bu normal narsa. Shuning uchun ham aytishadi, 2-3 ming dollar bu o'ta xavfli nuqta. Uncha tadbirkor topmaydi bu pulni. To есть 2-3 mingda qolib ketadiganlar ko'p. Nimaga deydigan bo'lsak, O'zbekiston sharoitida ham, MDH davlatlarning ichidagi sharoitda ham, Qozog'iston bo'ladimi, Tojikiston bo'ladimi, 2-3 ming yaxshi pul. Ayniqsa bo'ydoq uchun ishlatish qiyin. Bu degani xohlagan restoranlar sizga ochiq, endi har kun bo'lmasa ham va hokazo. Va shaxsan meni nazoratimda, meni tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, faqatgina 4 ta toifadagi odamda men bu erinchoqlikni ko'rmadim. Qancha topishdan qat'iy nazar. Birinchi toifa bu tarixga qiziqadiganlar, tarixni oz-moz bo'lsa ham biladiganlar. Uzoq tarix bo'lmasa ham, hech bo'lmasa shu Steve Jobsni biladi, Einsteinni biladi, yaqin tarix hech bo'lmasa biladi. Napoleonlarni, boshqa narsalarni yoki Temuriylarni tarixlarini, tarixni bilish, tarixga qiziqish bu avtomatik ravishda sizni miyangizda role modellarni, ya'ni taqlid qilish mumkin bo'lgan insonlarni yaratadi. Chunki biz odamlar doim kimdirgadir taqlid qilamiz. Tarix ko'p bilganlar unaqa taqlid qiladigan, masshtabi katta odamlar ko'p anaqasi ko'p bo'ladi, taqlid qiluvchilari. Chunki tarixda kim qoladi desangiz, faqat taqlid qilish mumkin bo'lgan insonlar qoladi. Yoki yaxshi tomonlama yoki yomon tomonlama. Chunki tarix bir filtrda 100 yil qolishi o'zi emas. Endi 500 yil, 600 yil o'zi yetuni. Bunaqa odamlarda men ko'rmadim. Ya'ni dangasalikda, erinchoqlikni. Bularda menimcha o'zi noixtiyoriy ravishda miyasida solishtiruvlar ketadi. Ikkinchi turdagi odamlar bu moliyaviy ehtiyojlari topadigan pulidan ancha-muncha ko'pligi. Masalan, 10 ming topsa, uning ehtiyojlari 20 ming. Krediti bor, ipotekasi bor, farzandlarini o'qitish kerak, biznesi bor va hokazo. Xullas ko'p. Uni aytadi, sabzasi orqasida bo'ladi. Nimadir doim itarib turadi oldinga. Uchinchi toifa bu hech narsa qilmasdan tura olmaydiganlar. Xayolini band qilmasdan, qo'lini band qilmasdan, aqlini band qilmasdan tura olmaydi, o'zi zerika olmaydi. Nimadir qilib turish kerak. U uchun hattoki maza qilish zerikarli. Bu genetikaga bog'liq va yoshlikda olingan tarbiyaga bog'liq deb bilaman va buni o'zgartirish juda qiyin. To'rtinchisi, krugidagi odamlarni daromadi karra katta. Masalan, odatda shu 2-3 ming, 4-5 ming deylik, topishni boshlaganlar, shu xonada o'tirgan 10 kishi bo'lsa, top 2 taligi, top 3 taligi, balki shu daromad bo'yicha eng top bittaligi kirar. O'sha daromadi bo'yicha oxirgi o'rinlarni egallaydigan o'sha kruglarda dangasalik ham bo'lishini ko'rdim. Masalan, aytaylik, qaysidir biznes klubga hozir men borsam, misol uchun temir tersak ishlab chiqaruvchilarini biznes klubiga qanaqadir men borsam, meni daromadim ularning daromadini oldida karra kam bo'ladi va bu menga diskomfort berishni boshlaydi. O'tiribman, ularning ichida eng bo'mshiman. Bir kun oldin esa o'tirgan xonamda quroldek o'tirdim. To есть mana shu sizda havas paydo bo'ladi, ba'zi joylarda hasad qilish mumkin, ba'zi joylarda juda taqlid ketadi va krug ham katta ta'sir qiladi. Tarixga qiziqishni uyg'otish qiyin, u yo'q bo'lsa, qiziqishga uyg'ongan odamlarni kam ko'rdim. Moliyaviy ehtiyojlaringizni ko'paytirishga keladigan bo'lsa, ya'ni kredit men maslahat bermayman, yana shunaqa qiladiganlar ham bor. To'xta deydi, men hozir kredit olsam majburlayman yoki men mashinamni o'zgartirsam, rassrochkaga olsam majbur bo'laman ko'proq ishlashga. Yo'q, buni qilmanglar, risklari ko'p. Qichimalikni yaratib bo'lmaydi, chunki bu o'sha genetikaga bog'liq ko'proq va to'rtinchisi shu krugni o'zgartirsa bo'ladi. Meni maslahatim krugni o'zgartirib ko'ring. Ya'ni siz erinchoqligingiz avtomatik ravishda kamayganini ko'rasiz. O'zi ikkita turdagi xohlayman degan narsa bor-da. Birinchi xohlayman degan narsa, xohlayman narxini to'lashga tayyorman. Misol uchun men shu Lamborghinini xohlayman. Mendan tashqari buni 100 mingta odam xohlaydi, 100 mingta erkak xohlaydi. Har kim orzusi. Uni narxi bor. To есть erta yotib erta turish, ishlash va hokazo. Ya'ni vaqtiga qaramasdan ishlash, narxiga qaramasdan olish uchun. Ikkinchi turdagi xohlayman tekin bo'lsa edi. To есть biz xohlayotgan ko'p narsalarni boshqa erkaklar ham, boshqa odamlar ham xohlaydi va erinchoqligimiz tutayotganda mana shu narsani esimizda tutaylik. Nimaga nisbatan, qaysi xohishimizga nisbatan erinchoqlik tutyapti va o'zimiz uchun aniqlab olaylik. Narxini to'lashga tayyormizmi, tayyor emasmizmi? Tayyor bo'lmasak, u xohishlarimiz spiskasidan uni olib tashlaganimiz yaxshi. Krugni o'zgartiring. Men har xil zo'r g'oyalarda o'ylashda zo'rman. 2-3 ta g'oyalarimni ishxonada ishlatishganida o'sish bo'lgan edi. Lekin g'oya meniki bo'lsa ham shu g'oyani bajarganlarga premiyalar berishdi. Men nimadir yangi g'oyani o'ylab bo'lganimdan keyin u ishni qilish zerikarli bo'lib qoldi. Shu narsani qanday to'g'rilasa bo'ladi? Birinchidan, bitta fundamental narsani tushunib olaylik. G'oya
1 tiyinga qimmat. Yo'q, g'oyani narxi hatto -1 tiyin. Chunki g'oyani tekshirishga pul kerak. Menda ham tiqilayotibdi g'oyalar. Misol uchun Marsda quyosh panellarini qo'yish. G'oyami g'oya, hech kim qilmayapti-yu. Tekshirgani pul ketadi lekin. Ikkinchidan, men o'zim ham shunaqaman. G'oya o'ylash, uni reja qilish, jarayondan zavq olaman, lekin qo'lim bilan ish qilish yoqmaydi. Hafta davomida sizga juda ham ko'plab g'oyalar kelsa va g'oyalar sizni ilhomlantirsa, rejalash, strategiyani o'ylash, g'oyalar tuzish va hokazo bo'layotgan bo'lsa, sutkasiga sizda 48 soat vaqt bo'lmaydimi? Hammasini qilishga ulgurmaysiz, chunki doim imkoniyatlar bizni vaqt darajasidagi resurslarimizdan ko'proq bo'ladi. Imkoniyatlar doim ko'proq vaqtga qaragan. Shuning uchun ko'p g'oyalarimizni amalga oshirish uchun yagona yo'l bu g'oyalarni boshqalarni qo'li bilan amalga oshirishni boshlash. Agar sizda sifatli g'oyalar ko'p bo'lsa, o'zingizni boshqaruvchilik roliga tashab ko'ring. Ya'ni sizning g'oyalaringizni birovlarning qo'li bilan natijaga olib chiqishga yo'naltirib ko'ring. Bu yagona yo'l. Menda ham boshqaruvchilik bo'lsa, yo'nalishim g'oyalar ko'p keladi va asosiy ishim g'oya, reja, strategiya bo'ladigan bo'lsa, o'zim qo'lim bilan qilishni xohlasam ham qila olmayman. Chunki men bitta g'oyani sifatli ravishda qilaman desam, men komandani qo'li bilan 2-3 ta g'oya qilaman. O'zingizni boshqaruvchilik management yo'nalishiga tashab ko'ring va dunyoda eng ko'p haq to'lanadigan kasb bu dunyoda Amerikada bo'ladimi, Yevropada bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi, bu boshqaruvchilar. Shu g'oyalarni amalga oshiruvchilar. G'oya egalari emas. Bu siz uchun bitta perspektiva ochib berishi mumkin. O'zbekistonda turib $100,000, $80,000 oylik oladigan xodimlar bor. Qanaqa xodimlar desa, shu biznes egasini xayoliga kelib qilgan evrika g'oyalarini amalga oshiruvchi odamlar. Boshqalarni boshqarib. Shu. Keyingi savol. Kunduzi ishlagim kelmaydi, shuning uchun kechqurun ishlashga to'g'ri kelyapti va bu shaxsiy hayotimda barbod qilyapti. Har xil samaradorlikni oshiradigan texnikalarni ishlatib ko'rdim, foyda bermadi. Bo'ldimi, shunday yashayverish kerak. Nima uchun kunduzi ishlash yoqmasligini aniqlab olish kerak. Erta turib olmaslikka bog'liqmi bu narsa yoki kechasi sizga hech kim xalaqit bermayotganligi uchun kunduzi ishlamayapsiz? Chunki javobdan kelib chiqib, yechimi ham har xil bo'ladi. Agar erta tura olmaslik sabab bo'layotgan bo'lsa, buning yechimi juda oddiy. Vaqtida yotish. Amerikalik multimillionerdan so'rashgan, u $100 million puli bor. Hayotingizda eng to'g'ri deb bilgan qaroringiz qaysi qaror bo'lgan deganda 9 da uyquga yotishim degan. Ya'ni o'ylab ko'ring, eng yaxshi qaror qaysidir aksiyani sotib olish, qaysidir joyda kompaniya ochish emas, 9 da yotish bo'lgan. Agar kechasi hech kim xalaqit bermasligidan kechasi ishlayotgan bo'lsangiz, hali hech kim uyg'oq emasligida ishlashni boshlab ko'rish kerak. Kechqurun bizga ko'proq ilhom keladi, bu fakt. O'zim ham bir oyda 2-3 marta kechasi ishlayman. Qaysidir ilhomga tegishli ish bo'lsa, misol uchun g'oyani, rejami, biror bir strategiyami, maqolami, matnmi, blogimda yozilgan matnlarda ham eng yaxshilarini kechasi yozilganlari deb bilaman. Bu ilmiy tomonlardan qaraydigan bo'lsak ham tasdiqlangan. Ya'ni ilmiy izlanishlar bor. Kechasi ilhomlanishda, boshqa narsalarda miya yaxshiroq ishlaydi. Shuning uchun kravatda yozganingizda patologga qarab, qanaqadir g'oyalar kelib ketadi. Motivatsiyalar olib tashlaysiz. Bu faqat sizda emas, ko'pchilikda bor. Lekin siz kechasi ilhom talab qiluvchi ishda ishlamayapsizmi? Masalan, dispetcherlarda kechasi ilhom talab qilmaydi yoki moliyachilarda tahlil qilayotganda ilhom kerak emas. Shunchaki sinchkovlik bilan o'tirib ishlash kerak. Bu holatda asab ketadi va asab ketidan eng qizig'i berayotgan narxingizga qaraganda olayotgan qiymatingiz kamroq bo'ladi. Yana bir marta, berayotgan narxga qaraganda olayotgan qiymat kamroq bo'ladi. Chunki biz qanaqa narx beramiz desak, uyqu, sog'liq, munosabatlar, chunki yaqinlar bilan ko'rishgani ulgurmaymiz yoki kamroq ko'rishni boshlaymiz. Mehr ko'zda bu sekin-sekin munosabatlar ham ta'sir qilishni boshlaydi. Va unda olib qarasangiz, olayotgan o'sha $2-3 ming bu berayotgan narxingiz arzimaydi. Asab, uyqu, sog'liq bu hammasi ancha qimmatroq turadi. Shuning uchun aniqlab oling. Agar ilhom keltiruvchi ish bo'lsa, bir oyda 2-3 marta men o'zimni tajribamdan kelib chiqib ulashyapman, menda yaxshi ishlayapti. Shunchaki vohli yotish kerak va ertalab hech kim xalaqit bermayotgan paytda ham shoninglar zo'r ilhom keladi. Qilib ko'ring. Tahlilimizga ko'ra videolarimizni odatda karyerasi bir joyda qotib qolgan, daromadi bir joyda qotib qolgan va karyerasida qayerga qarab rivojlanishni bilmayotgan yoshlar ko'p kuzatishar ekan va aynan sizlar uchun men bepul video darslik tayyorladim. Video darslikning mavzusi nega siz 3 million yoki 5 million oylikda qotib qolgansiz. Ushbu video darslikni olish uchun ushbu videoni tagidagi
havola ustiga o'ting, hammasi mutloq bepul, foydali bo'lsa bo'ldi. Ko'rishguncha.